to'xta, nima qilsan, u jinni. Kam qo'rqitma unaqa. Akalar Instagramda Damas akalar bor, shunaqa aktivda. Bilaman, mana shu videoga hozir like bong'alatib bosib, Damaschalarning hammasiga jo'natasizlar. Chunki biz Damasga naq ikkita yangilikni jinnisini qilganmiz. Orqasida Lexus Design difuzor bilan oldi RS Ablisovka. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, shulardan 4 tasini shundoq hadya qo'ramiz. Bitta ko'ringlar. Tog'amda bor mani Damas minish sangamas, super salon keremas. Lexus dizayndagi bamperimizni o'zini zavodskoy joyiga shundoq tushadi, zazorlari ham ideal keladi. Ko'rib turgan mana shu nikkeliklar xuddi zavodskoy gulishtirli vidini beradi. O'zingizlar kommentariyada baho berib qo'yasizlar. Oldi ablisovkalari ham alohida tema. RS dizaynni to'liq holatda zavodskoy black piano bo'lib chiqqan mashinaga o'zgacha vid berib qo'yapti. O'zi Nikkel brend bor, yangiliklarni, jinnilarni qilishadi. Ikkita difuzor, ikkita ablisovkani komplekt qilib, ikkita odamga beraveramiz. Yutib olishi juda ham oson. Mana shu videoga like bosib qo'yasiz. Kommentariyada qancha ko'p bir raqamini qoldirsanglar, yutib olishingiz oson bo'ladi. Okey, lekin siz yutib olsangiz bor, shaharda bitta bo'lib yurasiz.